Qizilgul puraydi yazgan xatlaring Muhammadjon Rashidin. Qizilgul puraydi yazgan xatlaring Amriqim xitimni bağda yazganmı? Tang sahar bulbuldek telmürüp yoki Qizilgul içilgan çağda yazganmı? Qizilgul puraydi yazgan xatlaring Qo'limda qizilgul barmidi yoki kelmasdan shunda xat yezib tursangmi? Kutaman men seni o'lgach toki. Qizilgul puraydi yazgan xatlaring aylanib ketdimmi sen qizilgulga? Yezib tur muhabbat dunyosi uchun xitimsiz bu olam aylanar cho'lga. Stockholm'dan hammalarga ochiq salomlarimni yo'llayman. Qanday ahvolinglar? Hammalar yaxshi turibsizlar? Yangi bir qitimli vlogimga xush keldinglar. Mikroblogdagi nurg'un do'stlar mening nima ish qilganimga bak qiziqdi ekan. Nurg'unlaringlar xatlarni yozib, Stockholmda nima ish qilsiz aka, qanday xizmat qilsiz deb so'rabdi. Bugun unda bo'lsa sizlarni xizmatimga olib kirib kelman. Hozir men ishga bormoqchi. Shunlashqa hozir kiyimlarimni almashtirib yo'lga chiqaman. Bugun men bilan birga ishlaysizlar. Hazır saat 3'ten keyin 3:20 bo'ldi. Hazır ko'rganingizdek sirtdan qop-qorong'i bo'lib ketdi. Hozir shu 11-oy kirganning yoqi 3'ten keyin soat 3 til qorong'i o'chib ketadi. Shundaq ba'zi chog'da o'zingiz bilmay qolsiz. Bir ishlarni qilib bir soat, kes soat 10lar, 11lar bo'lib ketganda kesib ketasiz. Soatingizni elib qarasangiz 3'ten keyin soat 3 bo'lgan, 4 bo'lgan. Aslında bir xil qaymoqib qalsız ba'zi chaqlarda baldur qarang'i o'chib ketsa, bir oydek bo'lib qoldi. Qarang'ichilikning ichida yashayapman. Kayfiyatlarimni yaxshi tanishib, to'la chiniqib qo'yapman hozir. Asos jihatdan butun zehnimni, beka vaqtimni chiniqishga sarf qilyapman. Beka bo'lsam-la, vaqtim bo'lsa-la chiniqishga chiqyapman. Shunday qilgan chaqda texnik yaxshi aktiv energiya bilan hali ason tushkunlashib ketmaysiz. Aldığım yıldaki 12. ayki vlogimda ko'rsanglar qaqshib aytgandim Stockholmniki, Shvetsiyaniki qish to'g'riliq. Hozircha kayfiyatlarim xili yaxshi, normal ketib bordi. Qani ko'rimiz 12. ay kirgan chog'da yana bunday bir oydak kunlar chiqmay, shunday qorong'uchilikning ichida yashaydigan ishlar bo'lsa, yana kayfiyatlarimga bek ta'sir qildi. Unda bo'lsa men hozir chaqqan tayyorligimni qilib yo'lga chiqaman. Yo'lda ko'rishaylik. Okay, men tayyorligimni bitirib hozir yo'lga chiqdim. Ko'nglingizdek shunday bir formamiz bor, kiydigan formamni kiyib qishliq chapoqlarimni kiyib oldim. Hozir temperaturalar chiqib ketdi Stockholmda 0 dan tuvan 1-2 gradus bo'ladi. Undan so'ng ketdik. Chechimni ko'ringlarmi? Dehshat o'sib ketdi chechim. Stockholm'daki merkezli qatnash zali
Stockholm Central Station, ya'ni Stockholmdagi eng cho'ng markaziy bekatmish shu. Rojdestvo bayrami yaqinlashib qolg'achqa to'palarni bezib yetibdi chiroqlardan. Bugun men Misrda ishlayman, mening ishlaydigan yerim Misr shu. Ya'ni Misrdan Stockholmning har qaysi shaharlarga, nahiya yezlarga mang'adigan uzun yo'lliq poyezdlar Misrda mang'adi. Hamda Stockholmning eng cho'ng metro liniyasi bekitimi Misrda. Rojdestvo bayramiga yana bir oy bor, bular shuna baldur tayyorlik qildi. Shundaymi, Rojdestvo bayramining hissiyotini feelingsini chiqarmoqchiman. Hech chiroyli bo'lib ketdi. İşləyəydiğanqa birini eyvanlısan. Ben bugün sizlərə vlog tartımında pişqi baldur gəldim. Şunlaşqa vaxtım bakı yana hazır qəhvə işkəş, azraq. Qəhvərimlə içib olub onun gün işləyəm. Bunda bir safran bolla aldım. Hazır müşüm evdəldə. Taze çıxıvatıdı safran bolla. Nəsərimni yap buldum, qəhvərimlə içib oldum. Əmdi işqim var mən. Mening ishimga xush keldinglar. Men nima ish qilaman? Men Stockholmdagi Central Stationda shunda bilet sotilgan uyda bilet sotaman. Odatda bu yerda sayohatchilar ko'parak keldi. Uning uchun Stockholmdagi qatnashchilari to'g'riliq uchurlarni beraman degandek. Shunda bir uyda o'tirib ishlayman. Odatda kelsa adam bekchiq kelib ketadi ba'zida, kamisi necha soatgacha bir adam kelmaydi. Shunlashqa kitobim bor. Odatda kitob o'qiyman adam kelmagan vaqtlarda. Undan keyin vlogimni kesaman, kino ko'raman degandek, naqsha anglayman, yoki kitob anglayman degandek shunda o'tkazman vaqtlarimni. Jag trycker på det andra, det här är till 1 december. Okej, då öppnar jag här. Kungsängen? Yeah. Yeah, it's down here. Do you have a ticket? No. Yeah. One single ticket? Yeah. 38 crowns. Here you go. Thank you. So Musulmina is a very casual, decent job I have. Så under oylagandek, tasavvur qilgandek, unda cho'ng shirkatlarda ishlamayman, shuna oddiy bir ish. Hej! Vi ska åka till Mörby. Vilken... Mörby. Ja, ni ska ta tunnelbanan. Det ligger exakt där borta. Okej. Ja, det är bara att gå ner. Hej, vad hittar du det? Mörby centrum. Ja. Vänta, jag ska berätta dig. Ska vi se. Här, du ska ta röda linjen. Okej. Ska vi se, ska bara markera till dig. Vi är här nu, centralstationen. Okej. Röda, du ska till Mörby centrum, eller hur? Yes. Ja, tunnelbanan du ska ta, det ligger där borta. Det står röda linjen. Okej. Så det är bara att gå ner och sen följa skyltarna så du hittar. Okej. Ja. Så ta den här kartan. Okej. Ja. Yes, you can buy ticket here. Do you want a one single ticket? Yes. Okay, yeah. 38 crowns. Should I pay in cash? I take both cash or card. Okay, maybe cash is better. Yeah. I don't take euros, sorry. Only Swedish crowns. Oh, Yeah. yes. Okay, then I pay by card. Yeah. Just swipe your card on side. No, it didn't work. Can you put your card in here? Yeah, need your code. No, it's the wrong code. Yeah, thank you. Here you go. Are you gonna take the train? Okay, I'm gonna open it here for you. Bålsta, yeah, it's down here. You go down and turn left, platform 1 or 2. Okay. Yeah. Hej.
Hej. Ska till Älvsjö. Ja, det är här nere. Ni ska till pendeltåget, yes. Löser biljett här. Ja, ni kan köpa biljetter här. 2 enkelbiljetter. Ja. 76. Vilket är de? Ja, när du går ner, det finns skyltarna. Det är bara att kolla på skyltarna. Okej. Ja. Ska vi se. 2 biljetter, 76 kronor blir det. Alla tåget mot söder, de stannar i Älvsjö. Södertälje, Västerhaninge, Nynäshamn. Alla stannar, allihopa stannar i Älvsjö station. Ja. Okej. Ja, den är klart. Tack. Så, Då stannar vi då. Tack, tack. tack. Özünün bank kartısındaki məxfi numarını bilməyən qızala. Birden turib demilişim var. Bugün tamaq ekəmədim, tamaq etişə ülgürəmədim bugün. Şunlaşqa sırtqı çıxıb tamaq yeyimiz. Yarım saat demilişim var. Şunlaşqa sırtqı çıxıb tamaq yeyib, kirib yəni işləyimiz. Çiçim ösüb, meninki boş quramaydigan bir alet yetdi hazır. Alright, onda bu hazır çıxıb keşiramaq yeyimiz. Mən hazır tamaqımını ilib, bizninki Central Station'ninki ikinci qatıda bir işxanamız var. Aşağıya çıxdım, hazır tamaq yeyini. Aşxananın içində adam bəkcıq kögününlərək, u yer oturub tamaq yeydiğanğa nə rayım barmıdı. Məyə çıxıb yeyib. Max'dan burger aldım, French fries burger, chicken burger aldım. Bizden işxandan rast Stockholm City Hall'ı kögün buldu. Ya da Stockholm City Hall görünüp durdu. Kögün olarak. Aşağıda Nobel mükafatınınki keşfiyatını ötküzüğe esası. Max bu Şivsiyanınki markası Şivsiyadlama buludu. Chicken burger'ları pek peyzajlarınki. Fries. Keto. Hadi keşo başka adamlar az. Hello. 20 minut kaldı işten çıldığanğa. 20 minuttan keyin uyga ketmem. Ben uyga qaytdim. Qahvarimni aldım. Yeni bir kundagi vlogimdan hammalarga o'tib salomlarimni yo'llayman. Qanday ahvolinglar? Bugun shanba, yakshanba. Bugun yakshanba, tunugun shanba bo'lgan. Tunugun men uyda ishlarimni qilib, planlagan ishlarimni hammasini asosiyatdan qilib bo'ldim. Kirja yepdim, uylarni tozalabdim, chiniqish chiqibdim, tamoq etib yetdim degandek. Shu bugun qarsam yakshanba bugun plan qilishlarimni qilib bo'lgandan keyin ancha-muncha qishim qolmabdi. Shunlashqa sirtqa chiqay desam sirt dehshat so'q bugun ko'ringlar yuzlarim degandan muzlab qiyib qizil bo'lib ketdi. Ammo kun chiqqanti bayam shunda payt kun chiqqanti hozir bulut bo'lib ketdi. Shu so'g'osimiz sirtqa chiqib aynib kelay deb hozir men Stockholmninki Shvetsiya davlat muzeyxonasiga keldim. Ko'ringlardek kaynimdikilar National Museum, ya'ni Shvetsiyaninki davlat muzeyxonasi. Bu muzeyxona Ndaymiz amdi. Hammadan cho'ng kelishga tegishli bir muzeyxona. Stockholmga kelib qolsanglar, cho'qim shu muzeyxonaga kelinglar. Ko'msanglar bo'lmaydigan bir muzeyxona, sayohatchilarning hammasi Stockholmga kelsa shu muzeyxonaga keladi. Hozir kirib shu muzeyxonani arlaymiz. Bek so'g'aq sirt, shunlashqa sirtda jiqturmayman. Ko'rininglardek Stockholmda ajoyib so'g'ib ketdi. Bugun o'zidan tuman 9 gradus. Qishib ketdi, qala yog'di degandek. Bu yerdeki bu manzarlarni esa burun ko'rgan vlogimda yozdagi vloglarimda ko'rgan tinglar. Ana qala yig'ib, havolar tutuq, so'g'aqmi shunday hozir. Unda olsa bo'ldi bu so'g'aqda sirtda vaqtni o'tkazmay muzeyxona ichida issiq, tayzi muzeyxona ichini arlaymiz. Kirgan chog'da shunday cho'ng bir zal Uddulda magazinsi bor yerda. Men hozir pastki qavatiga tushib, chaplimni kiyim qo'yish joyiga qo'yib, undan keyin chiqib arlaymiz.
Başta sizlarga magazinni bir arlatib o'tay. Bir peyzensler var. Bu National Museum'dan ichida ajoyib chiroyli narsalar bor. Men bek yaxshi ko'raman bu yerga kelishni. Bo'libmi qishda, shundaq kun chiqmagan qorong'u vaqtlarda kelib buning ichini aylanib, qahvaxonasi bek chiroyli, oshxonasi bek chiroyli, qahva ichib, may bo'yoq rasmlarni ko'rib, degandek huzurlanib kelsangiz bir huzur beradi menga. Birdan turib chiqib may bo'yoq rasmlarni ko'ramiz. Hozir magazinning ichini bir aralab o'tay. Va qanday chiroyli hozir chiqib shu rasmni ko'ramiz. Gullarga sepildi. Ben azdan bitim kelgan chog'da manimdan bir tur olgandim. Taxsi bilan stakanni. Shu qahva ichirgan stakanni. Bu taxsi qo'limdan tushib ketib, meyri puchilib ketdi. Ya'ni bu haykallarni qo'yilgan haykal zali. Mening eng yaxshi ko'rgan haykalim shu qizcha. Hazır biz ikinci kavtiga chiqdik. Bu yerda 18-asrning 5idan boshlab 18-asrning oxirigacha shu Shimoliy Yevropadagi davlat rassomlarning may bo'yoqlari ishada saqlanadi. Hazır birma-bir ko'rib chiqamiz bu rasmlarni. Umaqliqini xiyol surib o'tirib ketibdi. Va ajoyib payzmoy bo'yoqlar bor bu muzeyxonaning ichida.
Ben en yaxşı görülen heykellerden biri. İkisi çıraylık kızalım. Yana bir ben en yaxşı görülen resimde gösterip koyayım sizlerge. Qaranglar, bağның içinde tushdan keyin qahva ichishga tayyorlab qolgan bir qizning mo'ybo'yoq rasmi. Mushu rasmni o'g'irlab ketib uyimga eslatsam. Qanchalik chiroyli, qaranglar, jo'zidagi qochqichlarni her bir detallaricha gulni ko'ringlarmi? Stakanning ichiga sepib qo'ygan attir gul. Hatto qo'shiqlardan tatib stakandan yetdik. Va haqiqatan bir masterpiece desak bo'ladi rasmni. Claude Monet'ninki bir parça resim bakka gösterip koyayım. Monet'nin resimleri her bir çoğu muzeyxanalarda var, birden ikkidan saqlanmoqda. Bütün Avropadagi har qanday bir muzeyxonaga kirsangiz, çoğu National muzeyxonalarga kirsangiz, Monet'nin resimleri var, birden ikkidan saqlanib, ama Parijga borsangiz, haqiqatan bekjiq asarlarni ko'ra olasiz Monet'ninki. View of the Sea deb, ya'ni dengizning manzarasi degan rasm ekan. Yaqin ko'rsam. Hozir ikkinchi qavatni aralab bo'ldik, endi uchinchi qavatga chiqib, uchinchi qavatni aralaymiz. Bundan keyin uchinchi qavatni aralab bo'lgandan keyin qahvaxonasiga kirib, qahva ichib, undan keyin uyga ketamiz. Bugungi faoliyatim tugaydi. Bu zal bo'lsa, men eng yaxshi ko'rgan zallarning biri. Ya'ni bu zalda 17-asrning oxiridan boshlab 18-asrning boshlarigacha bo'lgan asarlar saqlanmoqda. Mo'ybo'yoq rasmlar, ya'ni
hazır bir akor arlap çıktık. Devletlik Musikanlığı. Hazır ben 3. qavatida ko'rganingizdek. Unda bu saç qahvaxonasiga kirib, qahva ichib, undan keyin uyga ketamiz. Bu men eng yaxshi ko'rgan yerlarning biri Stokholmda. Her vaqt kayfiyatim yaxshi bo'lmagan vaqtlarda mishaga kelib, shuni ichini arlab ichkazsam, kayfiyatlarim yaxshi bo'lib qoldi, ko'tarilib qolmay xili. Bek esil asarlar bor buning ichida. Şu her bir əsrini bölüb, aslında ayrım-ayrım öylərə 16-cı əsr, 15-ci əsr, 17-ci əsrdən tatib ta ki hazırqıcı bolğan şu Şimali Avropada yaşayan artistlərinki əsərləri saxlanıb yotmaqda. Əsas cəhətdən bekarlıq kırsınız. Hər qanday qədəmki bekarlıq, amma ilqimandaqılıqı bəzi çağlarda məxsus ilqi körgəzmə qıldığı üçün məxsus bir ilqi sənətkarınki körgəzməsini tanlab körgəzmələrini qılan çağda o vaxtda bilet ödəysiz, bilet alsız. Adətdəki vaxtda bekarlıq kırsınız, kirib, körüb, içkəsiniz boldu. Şunlaşqa Stokholm'a kelib qalsanlar, çoxum kelib bir körüb ketinglar, bekarlıq olğandan keyin. Qaran derizdə deniz görünüb durdu. Açıqda Han ordusu yaxınlarga kelib göstərib qo'yar. Görürsünüz denizning. Denizning o'chida Şivsiya Han ordusu. Bir cappuccino aldım. Onun için bir safran pankake aldım. Hazırmışım mezgilde safranlı dekşetliydi bulan. Ve safran pancake'si acayip bezgem. Ekşi, lezzetlik ama yani pancake'ni nimdaymiz? Trompoşkal demdik pancake'ni. Trompoşkal sek buluğu pancake'ni Uygurca'da. Yani şu trompoşkal, onun için kaymak, onun için varina, onun için mındak. Deyimiz miğizler bilen bildi. Ama bek peyz buldu. Ben hazır çıktım National Museum'dan. Bu soğuk ne? Dehşet soğuk. Ben nimge barmak istedim. Aslında barayım o sizden ip barayım o. Mavi Rojdestvo bayramı yıkılışıp ağaçqa hazır bir neçe meydanlarda keşlik bazarı bulduğu için bulaniki Rojdestvo bazarı. Eşek bir eşen arlap gitem doch ya. Ama dehşet soğuk çıdamdım bilmeyim. Eşek berip boptu. Sizlerine eşek apırıp aylandırıp gitaylı ya uyga onda olsa. Onun üstüne denizden yindi boğaçqa şamal urup deniz şamalı. Ve kişi soğuk şamal. Soğusuma denizden yindi mağam kip kaldı denizden yindi. Körüp doğunanladık. Bu sa Şivsiyanınki Han ordusu The Royal Palace. Keşik manzarası çıraylık denizden boydu ki. Biz hazır konser, aşı uduldaki konser naşı, aşağıdan içinde bir Christmas market var, eşeğe barımız. Çünkü miyada hazır körük yok, mada udulu ödülüğün, şunlaşkı miyaktamında, minip eğer bir körük var. Eşeğimizde aynılıp, onun için konser naşı kirkitimiz.
Neçə metr egizlikdiki bir Rojdestvo darqı bakam yada. Yani yağan daraq emasmı, rast qarğay mavu. Qaranglar egizligini. Ma yenidiki ma binalardan mı egiz. Her yili Mishaga Rojdestvo bayramida bir qarğay qildi. Yani Stockholm shaharininki bir necha yeriga qildi. Va Kon shaharininki ko'chalarini bezib etibdi. Tonglab yüzüm qip-qizilib ketdi meniki. Shuna chiroyli bo'lib ketibdi Kon shaharining ichi. Bezab chiroqlarni nim qilib ham do'konlar. Shuna chiroyli chiroqlarni qo'yibdi. Ayada glögg satadi ekan, glögg chayli, ha? Ja, 370 där. Vill du ha kvittot? Ska du få lite belopp? Ja. Så. Tack så mycket. Oo, sıkmana. Sokakta acayip hoş yapılıyor ama o. Yani glögni Avrupa'daki her qandaq bir Rojdestvo shundaq bozorlarda topa olasizlar. Yani qizil aroq bilan mana mevaning suylarini birlashtirib yasalgan narsa. Yurak bari issiq. Bir safran bolla aldım yana. Manda qadamning orasidan vlog qilib boqmagandim, munda tortib. Hozir parvoyim palak bo'ldi. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sit with me. So kiss me under the mistletoe. Pour out the wine, let's toast and pray for December snow. No, there's been pain this year, but it's time to let it go. Next year you never know. But for now, Merry Christmas. We'll dance in the kitchen while embers glow. We've both known love, but this love we got is the best of all. I wish you could see it through my eyes, then you would know. My God, you look beautiful. Right now, Merry Christmas. Sing along to the song. Just having so much fun. While we're here, got the old spare a thought for the ones who have gone. Merry Christmas, everyone. So just keep kissing me under the mistletoe. Pour out the wine, let's toast and pray for December snow. I know there's been pain this year, but it's time to let it go. Next year you never know. For now, Merry Christmas. We'll dance in the kitchen while embers glow. We've both known love, but this love we got is the best of all. I wish you could see it through my eyes, then you would know. My God, you look beautiful. Çocuklarla kıyırırlar. Right now, Merry Christmas. I feel it when it comes. Every year having us carry on. Fill up with so much love. Okey, vallahi ben kayıttım ve uzak yattım ben. Teyze arızlık bir gün. Where we all belong. Merry Christmas, everyone. Yıllardan keyin nasiha ettar. Hayat bazen bulsumu qiyin. Quvnaq kunlar keladi lekin. Bahar kelsa o'ynoqlar iqin.
körüşimiz yıllardan keyin. İtizlarga tirmen yalpuz, yalpuzlarning yenide yalguz, yak oylama bulmağın meyus, körüşimiz yıllardan keyin. Tökülüdü alrem çiçekler, çiçeklerge tolar itekler, kucaklaşar güller pilekler, körüşimiz yıllardan keyin. Keche kündüz yığlıdım tınmay, güle reyhan boyungu kıymay, sen yığlıma men mu yığlımay, körüşimiz yıllardan keyin. Meyli yaşlık bizni unutar, gahi üşük gülni kurutar, ahırı bir gün ölüm uzutar, körüşimiz yıllardan keyin. 2021 yılı 9. ayının 16. günü yazılgan.